Bizlar hozir Vladivostok aeroportida qamal yotmiz, itdek bo'lib. Mana hamma yotdi. Soat uyga bir kunlab uxlagan yo'q hech qaysi odam, mana. Sharoit yo'q. Mana itdek bo'lib yotibdi o'zbek xalqi. Hammani bez dokument deb hech qanaqa sabab yo'q, deport turib yuryapti hammaga. Mana bu yerda yotibdi odamlar, mana Jizzaxda. Besabab 50 yilga ana qo'yadi, deport qo'yadi. Mana sharoitlar yo'q hech kim. Eshiklar qulfman. Texasdagi eng yirik muhojirlar markazida qiynoqlar kuzatilmoqda. Huquq himoyachilari Aystan Texasdagi Fort Bliss muhojirlarni saqlash markazini zudlik bilan yopishni talab qildi. Ular ushbu markazda muntazam kaltaklash, psixologik qiynoqlar va jinsiy zo'ravonlik bo'layotgani haqida rasmiy shikoyat yubordi. Muhojirlarning so'zlariga ko'ra, ba'zi xodimlar shunchalik ayovsiz kaltaklaganki, bir necha muhojir kasalxonaga tushgan. Hattoki ayrimlarning jinsiy a'zolari qo'riqchilar tomonidan bosilgani aytilmoqda. Muhojirlar Ays xodimlari ularga agar deportatsiyaga rozi bo'lmasang, Meksikaga tashlab ketamiz deb qo'rqitganini bildirdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hozirgina ko'rganimiz Vladivostokda ma'lum bir musofirlar o'zini holatlariga jalba qilayotganligi haqida va xuddi shunday Amerikada aynan uni videolari ham bor edi. Men harakat qilaman ularni topib albatta sizlarga ko'rsataman. Va lekin mana shu hozir odamlar deylik koykasi bor, lekin holatni o'zlari ko'rgandek ko'rsatyapti. Endi masala tushunarli bo'lishi uchun mana bu videoni eshitinglar. Ammo muvozanat buzib, yana imperiya parastlik bo'yinga bo'yin turib osish xavfi paydo bo'lsa-chi, ko'chada hassa suyangan har bir o'tkinchi men seni boltog'ingman, og'angman deb tursa-chi, bu imperiyani qo'msash emasmi aziz do'stlar? Shu o'rinda ulug' shoirimiz Abdulla Oripovning "Biydilar, hurar o'tadi karvon, ranju balolardan yonmasin joning, ammo alam qilar bir umr giryon, dar orasida qolsa karvoning" degan tarixiy so'zlarni eslashimiz kerak. Ammo bu armon bugungi kunda armon emas. Biz bugun ana shu armonlarni ushaltirishga qarshi birlashishimiz lozim bo'layotgan bo'lsalaringizlar, mana bu odam ham deputat ekan. Mana shunaqa O'zbekistonda Qo'shtirnoqchidagi deputatlar bor. Ular nima ish qiladi, nima qo'yadi, hamma hayron. Va lekin mana bu Kuchimov aytibdiki, "Sizlarga biz dostoyni ответ berishimiz kerak" deyapti. Va holanki men bularga aynan Afg'oniston tahdidini eshitdi, va lekin u Afg'oniston emas, Pokiston deb yo eshitganlarni eshitmaganga olib, endi Rossiyada xuddi shunday mana shu itlarga o'xshagan boshqa ba'zi bir itlar bor. Bir-biriga akillab yotibdi, o'rtada jabrini oddiy xalq ko'ryapti. Shuning uchun meni avvalgi videolarimda kanalda ko'rsalaringiz, o'sha paytlar aytganmanki, migrantlar hozirgi kunda qurol bo'lib qoldi. Mana shunaqa bir soxta deputatlar, men hozirgi oyliklaringizni o'rgandim. Oyliklaringiz 15 milliondan to 25 milliongacha hozirgi kunda oyliklaringiz ekan. Sen kabi itlar akillashdan oldin, sen kabi 15-25 million oylikka любой pensioner ham xuddi sizlar kabi o'zini vatanparvar ko'rsata oladi. Sen kabi itlar, Kuchimov, sen endi birdaniga Abdulla Oripovni eslab qoldingmi? Abdulla Oripov madhiyani yozgan odam qayerda o'ldi? Nomard aytmana. Qayerda o'ldi u? Senlar nima faqat yo'q joydan bir ikkita uchta ahmoqni deb shuncha faqat dalsha nafrat qo'zg'atyapsan, jabrini mana shunaqa musofirlar ko'ryapti. Bular ham tushunmaydi nimaga bunday bo'lyapti. Sen kabi itlar, bunaqa televideniyaga chiqib gapiradigan yoki mana shunaqa televideniya yoki matbuotga chiqib gapirayotgan itlar. Mana bu itlarga o'xshab senlar ham akillayapsan, to'g'rimi? Jabrini kim ko'ryapti? Sen mana shu oylik olayotgan bo'lsa, bo'lmasa mana shu oyligingdan voz kech. 1 million, 1,5 million pensiya olayotgan pensionerni pensiyasini biz senlarga beramiz. Senlar mana shu vataningni sevsang, mana shu pensionerlarga har bitang o'zingni oyligingdan mana 15 million, 20 million olayotgan bo'lsang, qo'shimcha milliondan taqsimlab bersa, mayli zahru marginga 3 millionni o'zingga olib qol. Qolgan qachab 17 millionini 17 ta pensionerga bera olasanmi? Sen kabi Qo'shtirnoqchidagi vatanparvar itlar kabinetlaringda o'tirib olib, yo Oliy Majlis binosida o'tirib olib, birinchi vatanparvar yasaysanlar. Necha yildan beri o'tiribsanlar. Gazlardagi ochiladigan bir yo'q qila oldinglaringmi? Mana shu kilometrlab sovuq kunlarda odamlar bitta oddiy oilamni boqay deb shu narsalarni qilyapti. Yoki senlar masalan Rossiyaning politsiyasi bilan qo'rqityapsanlar. Senlarni mana bu qilayotgan zulming, bularda nima farqi bor aytqana? Bular ham zolim, senlar ham xuddi shunaqa zolim.
obro' kerakmi, senga tanilish kerakmi? Kel, men senga nima qilaman? Kuchimov deputat it bo'lmasa bir eshitib qolgan. Sen itdek vakillayotgan bo'lsang, bir televideniyaning ahvolini qara qana. O'zbekiston televideniyasining ahvolini qara. Qana bir normalniy qonun bo'lmasa, qana sen deputatliging bo'lmasa. Gapir bunisini. Afg'onistonni Pokiston deb xuddi eshitganda eshitmaganga oldingizlar. O'zbekistonda bo'layotgan mana shunaqa bardak, narxu navolargacha ko'rsatding. Birdaniga nega senlar ikkita uchta itni deb bahona qilib, xuddi O'zbekistonda boshqa muammo qolmagandek nuqul o'zlaringcha vatanparvar yasayapsanlar? Bo'lmasa qilinglar o'sha sharoitlarni, mana shu odamlar mana shu yerga kelmasin. Men million bor aytyapman. Rossiyaga bizni keragimiz yo'q. Xohlaysanmi, xohlamaysanmi, to'nka, kallangni ishlat. Yillarda oddiy ichimlik suv muammo bo'ladi. Va prognozlarga qaraganda 8,10 million aholi, 8,10 million aholi ammo oddiy suvga ehtiyoji bo'ladi. Oddiy ichimlik suvga ehtiyoji bo'ladi. Senlar agar vatanparvar bo'lsang, men avvalgi dasturlarga aytyapman-ku, xohlasak, xohlamasak shu do'stlikni ushlash kerak. Negaki bunaqa itlar biz kelgan yillar o'sha skinheadlar boshqa bor edi. Bor edi, o'sha paytlar ham xuddi hozirgidek akillaydigan bir ikkita ahmoq bor edi. Lekin sen kabi ahmoqlar shuni o'zlaringdan yo'q joydan gapni ko'paytiryapsan-ku, jabrini mana shunaqa oddiy migrantlar chekyapti. Yoki bizlarniki ko'pi badaxloq yo boshqa bo'lib har xil noto'g'ri ishlar qilishyapti. Shuni jabrini boshqalar ko'ryapti. Bo'lmasa ish o'rni yaratib ber. Ish yaratib beringlar, o'z deputatlar mana shunaqa o'zlaringcha faqat akillaydigan deputatlar. Bo'lmasa senlar ish yaratib ber, kelmasin, mayli hech kim kelmasin. Hech qaysi bir inson men musofir bo'lay, bola chaqamni tashab ketay deb hech qaysi biri mana shu musofirchilikda farqi yo'q, qayerda yurgan bo'lsa, hech qaysi biri orzu qilgani yo'q. O'zini oilasining davrasida yashashni xohlaydi. Soxta qahramonlar, Abdulla Oripovni sen sitировать qiladigan tupoy. Sen Abdulla Oripov Amerikada nega o'ldi? O'zbekiston davlat madhiyasini yozgan. Yoki Abdulla Oripovning qabri qayerda joylashgan? Bir ayta olasanmi? Nega bo'lmasa o'sha Abdulla Oripov, Erkin Vohidov she'riyati, qo'shig'ini targ'iboti yo'q uncha. Ayt, nega madaniyatni xohlagan joylaringizga urib tashladingizlar? Nega uni gapirmaysan? Hozir O'zbekistonni bosib olish shart emas. Turkiyada obro'sini to'kkan. To'g'rimi? Koreya elchisi o'zi aytdi. Yana 1% ga o'ssa agar viza berishni to'xtatamiz deyapti. To'g'rimi? Va xuddi shunday xohlasang mana bu videolarni o'zi oxirida men bir ikkita video qo'yaman. Bir eshitib ko'rgani o'zimizning millatdoshlar nima deyapti. Balkim bas qilarsanlar mana shu soxta deputatlar. Hayotga kelib sen haromxo'rlar bir oddiy xalqingga bir foydali gap gapirasanmi? Yoki endi faqat Rossiya bilan qo'rqitib umringni guzaron qilasanmi? Bo'lmasa prosta biz bu ishni qilmaymiz de, o'sha shu Oliy Majlisni prosta yopinglar. Shu Oliy Majlisning pulini hech bo'lmasa bola puliga yo'q, shu kambag'al yoki haqiqatan ham kambag'al nochorlarga taqsimlab beringlar. Nima foydalaring bor baribir? Nima foydalaring bor? O'rtada faqat unaqasida ham, bunaqasida ham jabrini oddiy xalq ko'ryapti. Что O'zbekistonda o'shalar oddiy xalq azob chekyapti, что boshqa joyda. Bitta prezident u yoqqa bu yoqqa yugurib harakat qilyapti bir narsa bo'lsin deb, lekin senlar o'tirgan joyingdan o'tirib faqat gapirishni bilyapsanlar, xolos. Agar ozgina badaningda g'ururing, oring bo'lsa, davay bo'lmasa sizlar 1 million oylikka ishlanglar, bitta vatanparvarliklaringni bir ko'raylik. Oddiy suv bilan non, mana ota bobolaringiz bilan maqtanasiz. Mana ota bobolarimiz u bu deysan-ku, ota bobolarimiz ham faqat yegana mayiz, qurt, mana shunaqa quruq meva yoki oddiy non, suv bilan umrini o'tkazgan. Kelinglar biz siz deputatlarni aynan quruq suv, nonga o'tkazamiz. Zo'ra aqllaringiz yaxshi ishlar. Zo'ra mana shu xalqning dardini yaxshiroq keyin tushunishni boshlaysanlar. Zo'ra senlarni mana olib yuradigan mashinalarni gazimi, benzini tugasin, bir ochradlarga bir turib ko'ringlar. Keyin boshqacha sayraysanglar. Aynan senlarni deb, mana shu Rossiyadagi migrantlar qurol bo'lib qolyapti. Hozir mana shular boraveradi. O'zbekistonda ishsizlik ko'p. Ko'p o'zbeklar Rossiyada ishlayapti. Agar butunlay O'zbekistonga qaytib kelsa, ular ishsiz qoladimi, nima deb bo'ladi? O'zbekistondagilar ishsiz yuribdi hozir.
To'g'ri. 100% issiq qoladi. Nima deydi, o'qib chiqqanlarning ishi yo'q, hozir ularga ish qayerdan topib berib bo'ladi? Menimcha bu yerda ish topiladi, lekin oila boqib bo'lmaydi bu yerda O'zbekistonliklarga. Agar normal 5-6 million bersa, agar o'zining ishi yaxshi bo'lsa, topsa bo'ladi. Menimcha hozir qo'lida diplomi borlarga ish yo'q. Endi migrantlar kelsa qanaqa qilib ish topadi, topa oladimi yo'qmi, uni bilmayman. Albatta ishsiz qoladi, chunki hozirgi kunda o'sha oliy ma'lumotlarga ish yetarli emas O'zbekiston hududida. Chunki oliy ma'lumotlar ko'payib boryapti, oliy ma'lumotli ishsizlar soni ko'payib boryapti mamlakatimizda. Endi bu nima bilan bog'liq deb o'ylaymiz desa, oliy ma'lumotlar ko'payyapti, to'g'ri, bu bir tomonlama yaxshi-yu, lekin o'sha ish yo'qligi bu albatta dolzarb muammo. Ishsiz qolishmaydi. Hamma yoqda mehnat bir xil qilinsa, o'shanga yarasha rag'bati ham bo'ladi. Hozir o'zimizda ham imkoniyatlar yetarli. O'zini ona yurtini tepaga ko'tarsa, hamma ishmashda bo'ladi. Mana shu o'sha topgan pul o'sha yerda ham topsa bo'ladi. O'zbek bo'lgandan keyin O'zbekistonda yashasin deyman. Hammasini oyligini zo'r qilib bersin. O'zimiz bilan birga yashasa, oilasida tinchlik totuvlik bo'ladi. Xotin bola chaqasi yonida bo'ladi, ota-onasi yonida bo'ladi. O'shalar ham u yoqqa nimaga boryapti ishga? Shularni baxtli qilish uchun, yaxshi kiyintirish uchun, yaxshi yedirish uchun boryapti. Bizda unga sharoit yo'q. Bizda faqat sabrga sharoit bor. Bo'ldi. Masalan, u yoqqa borgan bilan baribir Rossiyada qurilishda ishlaydi. O'zimizda ham ancha-muncha qurilishlar bo'ladi. O'zbekistonda ishsizlik ko'p, jamiyatda nizolar ko'payib ketaveradi va alal oqibat mana shu senlar sabab bo'lasanlar. Men avvallar ham aytuvdimki, baribir keyin yana majbur bo'ldi, janob prezident majbur bo'lib kelib bu yerda o'tirib, keling o'rtamizda nima nizolar bor, shularni hal qilaylik deydi. Vaholanki buni hozir hal qilish mumkin. Bir-biringga mana bu itlar bir-biringga akillamasdan to'g'ri ish qilsa bo'ladi. Tushundingmi, Tupoy Kuchimov? Barchanka mana shu oddiy xalqni dardini o'ylamagan barcha deputatlarga Allohning la'nati. Baribir o'zbekimizda chiqargan joyimizga bu narsa tiqib turmasak bo'lmaydi. Sababi, bilasizlar, ko'p mamlakatlar ichida o'z hurmatimiz yerga to'kilib bo'lgan. Dubaydagi pichoqbozlikda ortidan Abu Dhabi, Sharja aeroportlarida nima bo'lganini juda ham ko'pchilik yaxshi bilasizlar. O'zbeklarni qanaqa xo'rlab tashlashganini. Rossiyaga kirishimiz mutlaqo qiyin bo'lib ketdi. Rossiyani endi davno tiqib bo'lganmiz, tiqadigan joyimizga, qo'pol qilib aytganda. Va Yevropaga bittagina imkoniyat paydo bo'lganda Chernogoriya degan joyiga vizasiz qilib, charter reyslar qo'yilib, charter reysda uchib borganingizda sizdan viza talab qilinmaydigan bo'lib turib, sayohat uchun mana shu Yevropa mamlakatini ochgan edik, направлениясini va uchar o'zbeklarimiz shu charter reysda uchib borib, o'sha yerda ishlash uchun qolib ketyapti ekan va qaytib kelmayapti ekan. Hozir o'sha toychoqlarni ushab, olib, deport qilishyapti va undan kamiga mana Chernogoriyaga ham erkaklarni, o'zbek erkaklarini kirishini mumkin emas qilib qo'yishdi. Tabriklayman sizlarni yana bir joyda dabdala qilganimiz bilan. Endi xudo xolasa yana qayerlar qoldi biz borib o'sha mamlakatda o'zbeklarning obro'sini tushirib, rasvo qiladigan joylarimiz qayerlar qoldi? Kommentga yozib keting.